Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli senatorlar, deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. Bugun senatning agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi hamda xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashi qo'shma yig'ilishini o'tkazish uchun yig'ilganmiz. Bugungi yig'ilishimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi mahalliy hokimiyat vazirlik organlari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashuvchi komissiya raisi To'ychiyev Anvar Mirzaahmedovich, Senatning fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Abdullayev Bahram Ismoilovich, xalq deputatlari, Samarqand viloyat kengashi deputatlari, viloyat hokimligining sohaga aloqador mas'ullari, qo'mita huzurida tuzilgan ishchi guruh a'zolari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Forum bor, majlisni ochiq deb e'lon qilaman. Kun tartibi deputatlar va yig'ilish ishtirokchilariga tarqatilgan ish tartibi quyidagicha bo'ladi. Ma'ruzalar uchun 10 daqiqa, savollar uchun 2 daqiqa, ma'lumotlar uchun 3 daqiqa. Hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, reglamentga amal qilishlaringizni so'rab qolaman. Ruxsatingiz bilan kun tartibidagi masalani ko'rib chiqishni boshlaymiz. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan barcha yo'nalishlarda, jumladan yaylov va o'rmon fondi yerlarida oziqobod ekinlar yetishtirish hamda chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish masalasiga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Bunlardan hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan ushbu sohalar yuzasidan qabul qilingan farmon, qarorlar hamda shular asosida ishlab chiqilgan dasturlar bu sohalarni rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Mazkur farmon va qarorlarda belgilangan vazifalar ijrosini Senatning agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasining ishchi guruhi tomonidan joriy yilning 20-21 noyabr kunlari viloyatimizda o'rganishlar olib borildi hamda amalga oshirilgan ishlar bilan yaqindan tanishildi. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, o'tkazilgan o'rganishlar natijalari, aniqlangan kamchilik va muammolar hamda ularning bugungi kundagi holati bo'yicha so'zni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi raisi To'ychiyev Anvar Mirzaahmedovichga berasan. Marhamat. Anvar Mirzaahmedovich. Katta rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli senatorlar, faollar. Yuqorida aytilgandek, qo'mitamiz tomonidan tuzilgan ishchi guruh mana 2 kundirki Samarqand viloyatida 4 ta yo'nalish bo'yicha demak o'rganishlarni amalga oshiryapmiz. Respublikamizdan tashrif buyurgan ishchi guruh bilan birgalikda demak barcha hududlarni mana shu yuqorida aytilgan 4 ta yo'nalish bo'yicha o'rganib, bugungi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi bilan Samarqand viloyati mahalliy kengashi bilan qo'shma majlisda muhokama qilish jarayonida o'tdi. O'rganishda asosiy maqsad bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar, sohaga berilayotgan imtiyozlar, ko'rilayotgan choralar natijadorligi qanday holatda shuni o'rganish hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlari bilan birgalikda muhokama qilish hamda bu ishlarni parlament nazoratiga, doimiy deputatlik nazoratiga olishdan iborat. Bu aytilishiga oson bo'lgani bilan, lekin oldimizda turgan vazifalarning nechog'lik ko'p ekanligini, nechog'lik muhim ekanligini ko'rsatadi. Birinchi yo'nalishimiz bo'yicha demak o'rganish jarayonlari viloyatda qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi hamda chorvachilik sohasidagi qator ishlarni amalga oshirilayotgan ishlarda katta yutuqlar bugungi kunda kuzatilayotganligini ko'rdik.
Haqiqat bugungi kunda boshqa viloyatlarni kamsitmagan holda oldiga belgilangan davlat dasturlari, belgilangan mahalliy dasturlarimizning ijrosiga qaratilgan katta ko'lamda ishlar amalga oshirilgan. Buni albatta o'zini bahosini berishimiz kerak. Lekin shu bilan birgalikda qilinishi mumkin bo'lgan ayrim masalalar ham bor. Demak, birinchi yo'nalish bo'yicha e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda viloyatda qariyb 30 ming gektarga yaqin yer maydoni, ya'ni 2023-yilda 6 yilda 4 ming gektar, 2024-yilda 20 ming gektar hamda 2025-yilning o'tgan davrida demak 4 ming gektar yer maydonlari belgilangan tartibda o'zlashtirilib, bugungi kunda foydalanishga qaratildi. Bu juda ham katta ko'lamda ish. 30 ming gektar yer maydoni. Bu aytishga oson bo'lgan raqam. Lekin joylarda sanayotgan ishlar toshloq, juda ham tomon o'rmon fondining yerlari bo'lgan, oldin ishlatilmagan yerlarni o'zlashtirish, bu yerda oziq-ovqat ekinlarini yekish, dorivor o'simliklarni yetishtirish, ko'chatxonalar tashkil etish ishlari o'z-o'zidan bo'ladigan ishlar emas. Juda ham katta mablag', tashabbus, albatta shu joylardagi soha vakillarining mehnati hisobidan boshlanadi. Shu bilan birgalikda barcha toifadagi fermer xo'jaliklari tomonidan 22 ming gektar maydonda oziq-ovqat ekinlari ekilganligi, 9 ming gektarda beda urug'lari sepilib yetishtirilganligi, 912 ming gektarda silos oziq-ovqat ekinlari ekilganligi, yetishtirilganligi, shu bilan birgalikda 817 gektarda hasharchilarga mahsulotlar yetishtirilganligi, 8 mingdan oshiq yer maydonlarida o'sha g'alla ekish ishlarini demak amalga oshirilganligi va hosil olinganligi kuzatildi. Endi chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ikkinchi yo'nalishimiz bu sohada ham juda ham katta ishlar amalga oshirilgan. Chorvachilik mahsulotlarini oshirish maqsadida chorva mollarining naslini yaxshilash masalasiga katta e'tibor qaratilgan. Chorvachilik komplekslari uchun tegishli yer maydonlari ajratib berilgan hamda sohani rivojlantirish uchun qabul qilingan dasturlar natijasida tegishli mahsuldorlikka erishilgan. Shu bilan birgalikda chorva mollari naslini yaxshilash maqsadida qariyb 375 ming bosh sigir va g'unojinlarni belgilangan tartibda assimilyatsiya deyiladi. Demak, sun'iy urug'lantirish ishlarini ham amalga oshirishga erishilgan. Bu juda katta ko'rsatkichlar. Aholi bandligini ta'minlash maqsadida kooperatsiya asosida ularga tegishli tartibda chorvachilik, ya'ni chorva mollarini yetkazib berish hamda birgalikda demak sohani rivojlantirishga kooperatsiya asosida ishlar ham amalga oshirilgan. 2023-yilda 7 ta tumanda 5 ta sut yo'nalishi bo'yicha hamda 2 ta go'sht yo'nalishi bo'yicha demak belgilangan tartibda qoramollar tarqatilib, qariyb 264 ta yangi ish o'rinlarining yaratilishiga ham erishildi. Bu ham yaxshi bir ko'rsatkich. Bu boshqa viloyatlarga demak namuna qilib ko'rsatsa arziydigan ishlar ekanligini aytmoqchiman. Bundan tashqari chorvachilik yo'nalishi bo'yicha mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish, ularning sifatini yaxshilash maqsadida 2024-yilda demak fermer xo'jaliklarida chet davlatlardan qariyb 2700 bosh naslli qoramollar olib kelindi. 10 ming bosh qo'y echkilar olib kelindi. 1,5 mingga yaqin, demak 1,5 millionga yaqin demak zotli parrandalar tuxumlari olib kelingan, parrandalarni bosh olib kelindi. 2025-yilda ham bu tadbirlar amalga oshirilib, 9 oy davomida qariyb 5 mingdan oshiqroq qoramollar olib kelingan. 8 ming bosh qo'y echkilar, 1,5 millionga yaqin parrandalar olib kelingan va bugungi kunda parvarish qilinmoqda. Mazkur ishlarni amalga oshirish jarayonlarida albatta natijaga erishilgan. Bu natijalar o'zini mahsuldorlikdan ko'rsatilgan. Ya'ni 135 ming demak million dona tuxum, 6,5 ming tonna tovuq go'shtlari, 51,5 million dona inkubatsion tuxumlarni yetishtirish imkoniyati ham yaratildi. Shu bilan birgalikda oldin kuzatilmagan yangi bir mahsulot turini eksport qilishga ham erishilgan. Ya'ni o'tgan yillar davomida 51 million demak dona inkubatsion tuxumlar eksportini amalga oshirgan bo'lsa, 17,5 million dona iste'mol tuxumlari ham eksportga amalga oshirilgan. Shu bilan birgalikda yuqorida aytilgandek, oldingi yillar kuzatilmagan demak tovuq panjalarini eksport qilish masalasi ham
ya'ni o'sha tovuq fabrikalarida u boydan keyin tovuq panjalarini ham eksport qilishga erishilgan. Bu ham katta ko'rsatkich. Bu summa 1507 tonnani tashkil qiladi. Endi panjasi 1507 tonna bo'lgan bo'lsa, tovuq qancha ekan degan savol o'z-o'zidan kelib chiqadi. Shu bilan birgalikda mana 3-yo'nalishimiz bo'yicha yaylov yer maydonlari bo'yicha ham ishlar bugungi kunda yaxshi amalga oshirilyapti. Viloyatda 688 ming gektar yer maydonida bugungi kunda demak yaylov yer maydonlari mavjud. Ushbu yer maydonlari to'liq qatlovdan o'tkazilgan, keyin belgilangan tartibda xaritalarga tushirilgan. Shuningdek, degradatsiyaga uchragan maydonlarda qariyb 1,5 ming gektarida cho'l oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga ham erishilgan. Yaylovlarda degradatsiyadan oldini olish maqsadida chorvachilikka ixtisoslashgan tadbirkorlik subyektlariga, fermer xo'jaliklariga 20 gektardan 100 gektargacha demak urug'lik yetishtirish uchun ham yer maydonlarini ajratib berilganligi kuzatildi. Degradatsiyaga uchragan yaylovlarda qariyb 100 gektardan 500 gektarga yergacha bo'lgan maydonlarda demak oziq-ovqat, ya'ni o'sha chorvachilik komplekslariga yetkazib berish maqsadida ekinlar ekilganligi hamda mahsulot olinganligi ham kuzatildi. Aholining yaylovlardan foydalanishi, chorva mollarining demak sug'orish uchun yuzaga kelayotgan muammolar, ularni bartaraf etish maqsadida jami 43 ta, shundan Nurobod tumanida 35 ta, Paxtachi tumanida 8 ta suvsiz yaylovlar mavjud ekanligi aniqlangan hamda 2025-yilning demak 19 mart kuni tasdiqlangan respublika hududlarida 2025-yilda yaylovlarni tiklash, ularni sug'orish inshootlarini barpo etish dasturlariga kiritilib, bu ishlarni ham amalga oshirish jarayonlari bugungi kunda ketgan. Bu ham bir quvonchli yo'nalishlardan biri deb hisoblanadi. O'rmon xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha biz mana o'rmon xo'jaligi rahbari bilan birgalikda butun shu o'rmon xo'jaliklarida yaratilgan sharoitlar, yetishtirilayotgan demak ko'chat navlarini, urug'likdan yetishtirilayotgan ko'chat navlarini hamda bugungi kundagi tayyor ko'chatlarni borib ko'zdan kechirdik. U yerdagi dorivor o'simliklarni yetishtirish masalalariga ham e'tibor qaratilayotganligini kuzatdik. Albatta bu ishlarni ham o'z navbatida aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda o'rmon yerlari bilan qoplangan hudud Samarqand viloyati bo'yicha 65 ming gektarni tashkil etadi. 2025-yilda o'rmon xo'jaliklarini qariyb 2600 gektar maydonda qishloq xo'jaligi, ya'ni o'rmon bilan qoplanmagan yerlarda demak qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish imkoniyati ham yaratilgan. Uning suv ta'minoti, boshqa masalalarga ham yechim topilgan. 1,5 ming tonnadan oshiqroq belgilangan tartibda qishloq xo'jaligi mahsulotlari demak olishga ham erishilgan. Shundan oziq ekinlari uchun ajratilgan 145 gektar yer maydonida qariyb 1000 tonna demak oziq-ovqat mahsulotlari olinganligi ham demak kuzatildi. Samarqand o'rmon xo'jaligi yaylov yer maydonlarida yaylovlarni tabiiy qayta tiklash loyihasi uchun demak 1000 gektar yer maydonida demak sim to'siqlar bilan urash ishlari amalga oshirish ishlari bugungi kunda yakunlash arafasida. Lekin ishlarni tezlashtirish, jadallashtirish kerak. Belgilangan grafiklardan ortda qolmaslik maqsadi. Endi albatta ish bor joyda o'ziga yarasha kamchiliklar ham bo'ladi. Bu yo'nalishlar bo'yicha ham demak aytmasak bo'lmaydi. Chunki har qanday muammoli masalani o'zining ko'zi bilan inson ko'rmaydi. Tashkilot rahbari tashqaridan kelgan odamga bu masalalar aniq ko'zga tashlanadi. Chorvachilik sohasida agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda eng zarur bo'ladigan kuchli ozuqa yer komponentlarini, ya'ni o'sha soya, kungaboqar, shiroti, demak har xil premikslar bo'yicha demak 60-70% bugungi kunda chetdan import qilinayotganligini ko'ryapmiz. Bu nafaqat o'zimizni Samarqand viloyatida, balki respublikamizning boshqa hududlarida ham aniqlanyapti. Bu demak mahsulotlarni narxiga, bozorlardagi narx-navosiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Mana shu narsalar bo'lmasa, bilasiz, mahsuldorlik pasayib ketadi. O'shaning uchun ham bu masalalarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Viloyat aholisining qoramolchilikdagi ulushi bugungi kunda aholining qo'lidagi chorva qoramollar umumiy Samarqand viloyatidagi chorva mollarining bosh soniga nisbatan 91% tashkil qiladi. 91% aholining qo'lida.
Lekin ularga ajratib berilayotgan yer maydonlari, ya'ni o'sha yaylovlar masalasi og'irligicha qolgan. Ularga tegishli bugungi kunda fermer xo'jaliklari rivojlanib ketyapti. Fermer xo'jaliklari o'ziga dala chetlaridan foydalanish boshqa masalalarni demak qilayotganligi sababli aholi chorvasini yo'lga qo'ymaydi. O'zlaringiz bilasizlar uni yaxshi. Shuning hisobiga aholining qo'lidagi chorva mollarining bosh soni kamayib ketishiga, mahsulotlarning tushib ketishiga sabab bo'ladigan jihatlar ham bor. Buni ham men o'ylaymanki, hurmatli deputatlarimiz, soha vakillari, viloyat hokimligi mas'ullari bu masalani o'rganib chiqishlari kerak bo'ladi. Chorvachilik tarmog'i uchun sifatli oziq-ovqat ekinlarini o'zlarini yetishtirib berishda ham ayrim kamchiliklar mavjud. Urug'lik to'g'risini aytsam, juda ham eskirib ketgan. Reproduktiv mahsulot juda ham pasayib ketdi. Mahsulotlik agar qancha eski urug' bo'lsa, oldingi nimalardan bo'lsa, bilasizlar, hosillar shunga yarasha past. Yangi navlar ustida ishlash yangi navlar ustida ishlash bo'yicha ilmiy tadqiqot kurslarimizni bugungi kunda faoliyatini bu borada qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Chorvachilik xo'jaliklarining oziqa yem mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashda ham bugungi kunda demak ayrim kamchiliklar borligini kuzatdik. Kecha bugun qaysi tuman hududga borgan bo'lsak, ular chorvachilik komplekslarini ko'rgan bo'lsak, oziqa bazasi bu yil endi har yilga nisbatan internet ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, ozgina salqin sovuq havo keladi. Lekin oziqa bazasi, joylarda yetishtirilgan bazasi o'zimizga yetadi. Bular qancha bosh qoramolingiz bor desa, 1000 boshni olib berishni aytadi, lekin oziqa bazasiga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham kam. Juda ham kam. Sababini so'rab yetishtirilayotgan yer maydonlaridan olingan hosillarni agar so'raydigan bo'lsak, yer maydonining kamligi, u yerda boshqa ekin turlari joylashtirilganligini, demak, fermer xo'jaliklarida chorvachilik kompleksi rahbarlarimiz aytadi. Agar bunday holat bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan fermer nima qiladi? Mahsulot yetmagandan keyin, ya'ni oziqa mahsulotlari yetmagandan keyin boshqa viloyatlardan qimmatroq narxga sotib olishga majbur bo'ladi. Qarabsizki, yana o'sha sut mahsulotlarining narxiga, go'sht mahsulotlarining narxiga o'zini ta'sir qiladi. U keyin qilgan xarajatidan kelib chiqib, go'shtni yoki bo'lmasa sutini sotadi. Qarabsizki, o'z-o'zidan narxni belgilangan tariflardan yoki bo'lmasa bugungi bozor talablaridan oshib ketadi. Bu yaxshi emas. Shu bilan birgalikda mana viloyatda 5000 gektardan ortiq yaylov yer maydonlari kuchli degradatsiyaga uchragan, o'rta degradatsiyaga uchragan hududlar bor. Bu asosan mana Qo'shrabot tumanida, Paxtachi tumanida, Payariq tumanida, Nurobod tumanlarida kuzatilyapti. Qolgan yaylovlarning ham yildan-yilga oziqa mahsulotlarining pasayib ketganligini yuqorida aytganimizdek ko'ryapmiz. Buning hammasi bir-biriga bog'liq dehqonchilikdagi sikl deydi, bir-biriga bog'liq sikllar. Urug'lik yomon, mahsulotlik yomon, yer ta'minoti degradatsiyaga uchrab boryapti, suv ta'minoti yomon. O'z-o'zidan qarabsizki, sohani borgan sari rivojlanishiga emas, salbiy ta'sirga demak olib keladi. Shu bilan birgalikda mana viloyatda yoshlarga ajratilayotgan 500 taga yaqin lot g'oliblarni shu kungacha kadastr hujjatlari haligacha rasmiylashtirib berilmaganligi aniqlandi. Ishchi guruhimiz tomonidan. Bu masalaga ham hurmatli deputatlarimizni e'tiborlarini qaratmoqchiman. Tuman shaharlardagi mas'ullarimizdan ushbu masala bo'yicha demak kengashlardan, tuman shahar kengashlaridan, viloyat kengashlaridan o'zlaringizning navbatdagi sessiyalaringizda mas'ul tashkilot rahbarlarini, tuman bo'lim rahbarlarini va boshqa rahbarlarining axborotlarini erishsalaringiz, menimcha sohani rivojlantirishga qo'shgan hissalaringizni qanday ularni axborotini yetishga mas'ulmiz. Shu bilan birgalikda viloyatda 767 gektar maydonda, ya'ni qariyb 1,5 mingga yaqin lot bugungacha g'oliblari aniqlanmadi. Yer bor, lotga qo'yilgan, lekin talab bor, negadir chiqmadi. Bu bo'yicha ham targ'ibot ishlarini hurmatli deputatlarimiz, hurmatli mas'ul tashkilot rahbarlarimiz olib borishni maqsadga muvofiq bo'ladi. Viloyatning qishloq xo'jaligi toifasidagi 1,5 million gektarga yaqin yer maydonlarida bugungi kunda qariyb 172 ming gektarida davlat ro'yxatida demak haligacha belgilangan tartibda o'tkazilmaganligini ham kuzatishingiz mumkin. Hurmatli ishtirokchilari, o'rganish davomida olib borilgan ishlar bo'yicha
guruhimizda mana respublikadan kelgan vakillarimiz joylarida o'tirishdi. Agar ruxsat bersalarsiz, men so'zimni joyini o'tirgan holda olib borsamlar, ularga navbat bilan so'z bersam, hamda mana shu sohada amalga oshirilayotgan Samarqanddagi o'rganish natijalarini bizga aytib bersa, mavjud muammolar, ularning yechish bo'yicha takliflari hamda respublika darajasida buni hal qilish uchun ularning o'zlarining chora-tadbirlarini demak ko'rmoqchi. Biz muammoni aniqlab, muammoni shu yo'lning o'zida demak mas'ullarga yuklab, o'zining javobini o'ziga qo'yib ketish niyatimiz yo'q. Biz muammoni aniqlab, birgalikda shu yerda hal qilishga harakat qilamiz. Bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha biz bilan kelib aniqlagan respublika vazirlik idoralarining vakillari o'zlari bilan muammoni olib ketib, respublika darajasida hal qilish choralarini ko'radi. Bu bizning demak bugungi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining tegishli qo'mitasi hamda viloyat mahalliy kengashlar bilan birgalikda qo'shma majlisimizning qaroriga kiritiladi hamda to'liq o'zimiz tomonidan hamda tegishli vazirlik idoralari tomonidan nazoratini qo'yiladi. Agar siz qilmasangiz, agar biz qilmasak, kim qiladi? Kim fermer xo'jaligiga yordam beradi? Kim o'rmon xo'jaligiga yordam beradi? Kim sohani rivojlantirishga o'zining hissasini qo'shadi? Faqat biz ko'p parlament, biz prezidentning yonida parlament nazoratini olib borayotgan. Shu narsalarga sizlarni yana bir marta mas'ullikka chaqiramiz. Hamda hozir axborotdan keyin yana so'zimni davom ettiraman. Rahmat. Rahmat. O'tirib davom ettirsak, maqsad bo'lmoqchi. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, endi so'z navbatini qishloq xo'jaligi vazirligi vakili Qodirov Furqat Qahramonovga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli Anvar Muzaffarxon, hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Anvar aka ta'kidlaganingizday, Samarqand viloyatini o'zini salohiyati bor, respublikada o'zining o'rni bor. Ayniqsa chorvachilik sohasida ham bir qator katta ishlar qilingan, shu respublikadagi eng rivoj texnologiyalar asosan Samarqandda rivojlantirishga rivojlantiradi, bular tadbirkorlarga ham salohiyatli, yerini, ko'lni, aytganimizdek ilm, ishlarning salohiyati bor, juda katta imkoniyatlar bor. Lekin mana aytganingizdek 2 kundan beri o'rgandik, kelib viloyat mutaxassislarini o'rgandik. Bir nechta kamchiliklarimiz bor, yuqorilab gapirib o'tirmayman, lekin bir ikkita kamchiliklarimiz bor. Shu haqida ruxsat bersangiz javob beramiz. Chorva bosh sonini ko'paytirish bo'yicha ham mana 3-4 yildan beri prezidentimiz, muhtaram prezidentimizning bir qancha qarorlari chiqdi. Shuning natijasida chorva mol bosh soni, qo'y echki, parrandalarning bosh soni ham Samarqand viloyatida bir necha barobar ko'paydi. Lekin kecha tahlillar chiqdik, lekin ayrim tumanlarda bu ko'rsatkich avvaliga kamayib ketdi. Mana yil boshida qo'yilgan chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'rsatkichi kamida 4% o'sdi. Lekin mana 24-yil tahlil qiladigan bo'lsak, Jonboy, Tayyar tumanida yirik shoxli qoramollar kamaydi. Bundan tashqari Kattaqo'rg'on shahrida Jonboy, Tayyar, Samarqand tumanida sigir bosh soni kamayib ketdi. Sigir boshi yirik bol kamaygandan keyin o'z-o'zidan bu mahsulot kamaydi degan gap. Biz reja qo'yganmiz 4% kamida eng kami tumanida o'sish kerak. Lekin burada kamayish kelishgan. Oqdaryo tumanida esa parrandalar soni 76% o'sdi. Bundan tashqari buni natijasida Oqdaryo, Jonboyda ishlab chiqarish, Kattaqo'rg'on shahri, Kattaqo'rg'on tumanida sut ishlab chiqarish kamayish kelishilgan. Baliq ishlab chiqarish ham Oqdaryo tumanida, Qo'shrabot tumanlarida kamaydi. Mana 9 oylik analizdan 9 oylik 2025-yil 9 oylikdan analiz qildik. Mana Kattaqo'rg'on shahrida fermer, Jonboy fermerlarida go'sht ishlab chiqarish ko'payish o'rniga kamayib ketdi. Hurmatli mas'ullar, deputatlardan iltimos qilamiz, buni kamayishga sababchi bo'lgan fermerlarni kim bo'ladigan bo'lsa, buni olib analiz qilib, muammo kamchiligi bo'lsa, buni o'rgansak, unga yordam bersak, menimcha yaxshi bo'ladi.
eng katta muammo Samarqand viloyatida tahlil qildik. Chorvani rivojlantirish uchun birinchi navbatda amaliga to'g'ri aytdilar. Oziqa bazasi. Oziqa bazasi uchun yer Samarqand viloyatida tahlil qildik. 5100 gektar mavjud shartli mol boshqaruviga yer yetishdi. Bu salkam turist fermerda yer ekan. Lekin bir xil holatlar bor, yeri ko'p fermerlar ham bor. Ulardagi mutasaddilar o'tiribdi, buni bir tuman sessiyalarida yer ekan fermerlarni chaqirib oldilar. Muhtaram prezidentimiz yo'l ochib berdilar, kooperatsiya, ikkilamchi ijara degan narsalarimiz bor. Moli bo'lmaganimiz ikkilamchi ijaraga qilib, yo'l bo'lmasa mana hafta g'aladan kamaytirilgan yerlar bor, auksionga qo'yilyapti. Shu moli bor chorvadarlarga biz masalan yerni berishimiz kerak. Masalan, Katta Qo'rg'on tumanida 1304 gektar, Payariqda 753 gektar, Ishtiqonda 672 gektar, Samarqand tumanida 550 gektar chorva dorlarga yer yetishmaydi. Yer yetishmaganlarga oziqa ham bo'lmaydi. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimizni 2022-yilda 120 son qarorlar qabul qilingan, unda paxta alanlardan chiqarilgan maydonlarning 10%ga yedil ekish topshirig'i berildi. Lekin mana bo'lgan natijasini ko'rdik, aksariyat tumanlarda bu topshiriq bajarilmagan, bu yedil ekilsa oziqa bo'ladi. Lekin o'rniga hali ham eskicha shu paxta, g'alla, boshqa ekinlarni ekishga e'tibor berilyapti. Lekin prezidentimiz qaror chiqarib qo'ydi. Bu media chorva ekishimiz kerak. Mana shu masalalarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Avvaliga to'g'ri aytdilar, chorvalik ilm bilan yangi innovatsiya texnologiyalarni rivojlantirmasak bo'lmaydi. Mana Jonboy tumanida Purim Milk Produce, Purim Milk Aksiyasi, Siyob Shavkat Arzu fermer xo'jaliklarida mana chorvachilikning eng ilg'or texnologiyalari joriy etilgan. Shu oxirgi pokoleniya desak ham bo'ladi. Lekin mana hozir bugun butun dunyo tajribasi, mana respublikamiz boshqa viloyatlarida ham chorvachilikda gidroponik usulda oziqa yetishtirishga alohida e'tibor berilyapti. Mana avvaliga tahlil qildik, bu ko'rsatkichlarni ham viloyatda 750 ta chorvachilik subyekti bo'ladigan bo'lsa, bor yo'g'i 60 ta. 8% shu texnologiyalar ekan. Bu texnologiyaning foydasiga 1 kilo bug'doyni, makka, arpa, nimani bo'ladigan bo'lsak, bu kamida 5-6 barobar oziqasi ko'payadi. Butun dunyo, butun boshqa viloyatlardan fermerlarimiz shunga o'tdi. Mana shu masalalarga e'tibor qilishimiz kerak. Hukumat emas, bundan bo'lib faqat targ'ibot ishlarni olib borsak, bu mahsulotlarni yuqori bo'lishiga erishamiz. To'g'ri aytdingiz, loyihalar bajarilyapti. Mana prezidentimiz qaroriga asosan Mongoliyadan naslli boyot zotli qo'ylar olib kelyapmiz. 6000 ga yaqin qo'ylar olib kelindi. Chorva naslchilik qoramollarni olib kelyapmiz. Bu ish bo'yicha ishlar ham ketyapti. Kooperatsiya bo'yicha ham avvaliga to'g'ri aytdingiz, kooperatsiya bo'yicha ham kamchiliklarimiz bor. 12 ta masalan kooperatsiya tashkil qilingan bo'lsa, kooperatsiya tizimida Samarqandda juda katta imkoniyat, potensial bor. Aholi bandligi, mahsulot ishlab chiqarish, aholi daromadini oshirishda juda katta imkoniyatlar bor. Lekin o'rgandik, buni ham 6-7 tasi faoliyatni tugatib qolganlarni faoliyati talab darajasida emas. Shularni ham tumanlarda tashkil etilgan kooperatsiyalarni ham faoliyatini o'rganib, muammo kamchilik bo'ladigan bo'lsa, uni yordam qilsak, bu yana yakuniy natijada mahsulot yetishtirishiga o'zini yaxshi samara beradi. Yana bir masala bor, mana klasterlarimiz bor. 12 ta klaster bor. Paxta, g'alla, yo'nalishli klasterlar 2021-yilda topshiriq bo'lgan klasterlarda yirik 500,000 boshli qoramolchilik korxonalarini, chorvachilik fermalarini tashkil qilish topshiriq berilgan. Endi bu topshiriq mana aviatsiyalik faqat ikkita klaster qilgan, 10 ta klaster qilmagan. Klasterlarda topshiriq berilgan imkoniyati bor. Ularda shurti bor, yemi bor, yeri bor, ular esa laboratoriyalarga to'g'ri ta'kidladi. Mana bugungi kunda eng asosiy masala go'sht, chorvachilik mahsulotlarining qanday oshishini, qanday tushirishni bitta yo'li oziqa.
Bütün bu klasterlarimizda ham imkoniyat bor. Agar bular ham o'zini shu yo'nalishdagi korxonalarni tashkil qiladigan bo'lsa, o'ylaymizki, Samarqand viloyatida imkoniyatlar bor. Anvarjon Muzaffarjon bu kamchiliklar deputatlar birga bartaraf qilamiz. Savdolar vazirligi, hukumat deputatlarimizda respublikaga bog'liq nima masala bo'lsa biz mana shu yerda aniqlangan kamchiliklarni hammasini bartaraf qilishga tayyormiz. Savollar beramiz. Rahmat. Faqat qonunchilik bormi savollar? Hurmatli deputatlarimizda assalomu alaykum. Marhamat. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Prezident oldida Samarqanddan. Men savolim qancha so'rovnomalar o'zi so'rovnomalar gidroponika istifodalanadi. Hozir turgan so'z gidroponika ayni firmalar qo'llayapti. O'zi bu hisobot qanchalik? Samarqand viloyatida mana 753 ta chorvachilik subyekti bo'lsa, shundan 60 tasida joriy etildi. Endi qancha ko'paytirsak men uchun shuncha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Juda to'g'ri masala. Bu mana respublikada ham biz aytdik, Samarqandning fermerlarning salohiyati boshqa viloyatlarga nisbatan 2 barobar ko'p. Faqat shuni texnologiyani biz bilan hozir kelishib oldik, Ritidagi boshqarmasi bilan buni bu yerda joriy qilib, seminar qilib tushuntirishlarga borsak, mana boshqa viloyatlar, Toshkent, Vodiy viloyatlarida kamida 30-40% chorvachilik korxonalari, xo'jaliklar shu texnologiyaga o'tgan. Mana biz ham o'ylamagan edik, mana kecha analiz qildik, bor yo'g'i 8%, 60 tasidagina bor, qolganida yo'q. Yildan yilga suv tanqis bo'lyapti. Shu qancha gidroponikadan foydalansak, chorvaga ham, dehqonchilikka ham hammasiga foyda bo'ladi deyman. Juda to'g'ri masala. Gidroponikani, bu gidroponika oziqada qiladigan bo'lsak, oziqani 1 kilo mana bug'doyda agar buni bir hafta yeydigan bo'lsak, 6-7 kilo, 8 kilogacha ko'payadi. Bu degani oqsin bu. Oqsin mana ko'pchilik tushuntirishimiz kerak. Hukumat va deputatlar bilganimizdan tushuntirsak, bu quruq yem bug'doyni berganimiz bilan uni qanaqadir foiz organizmga singmaydi. Gidroponikada yetishtirilgan oziqani 90-95% bu singan. Bu degani mahsuldorligi ham bor bo'ladi. Oziqa ham birligimizdan 5-6 barobar ko'payadi. Shuni ko'paytirishimiz kerak. Rahmat. Yana bormi savollar? Savollar bor qimaydi. Juda o'rinli yig'ilish bo'libdi. Chunki bizlar kengashimizda ham men uzatmadan sakkizinchi sayoq bilan kengashib chiqamiz. Alloh xohlasa ancha bo'lsa shu narsaga ehtiyoj tug'ilib qoladi. Rahmat sizlarga. Nima uchun bizlar hurmatli vazirliklarga aytmoqchimanki, Senatda ham mahalliy kengashlarda asosiy vazifasi ijro hokimiyatini tartibga ishlatish. Sizni topshiriqni bajarishimiz. Bularni shuning uchun ijro hokimiyatini ishini tartibli yo'lga qo'yish. Bo'lmasa so'rash, nega bo'ldi deb siz bizlardan so'ramaysiz, sizdan so'rashingiz kerak. Aslida foydasi, qonun foydasi. Endi qarorni ham o'qishdim, yaxshi loyihalar juda yaxshi. Hammasi rahmat. Meni masalan savolim shunday bo'ladi. Bunaqa o'rganishlar e'tibor bizlar sezgimiz bo'lmayapti, lekin Senat tomonidan tashkil etilgani uchun bugun boshqalar aytilyapti. To'g'ri? Bo'lmasa nechta odam kelib hokimlarga kelib o'rganib, vazirlikdan boshqa vazirliklar ham kelib ketib shunaqa o'zidan bizlar masalan ko'p bilmay qolamiz. Mana buni sizlar kelib oshkor qiladi. Shuning uchun mana qarang, 10%ni qaror qismida yozyapmiz. Erishish oziqa ekinlarini demak 10% bo'lishini, ekin yerlari 10%. Bu kimning zimmasiga yuklatilgan? Vazirlik zimmasiga yuklatilgan. Deputatlar emas. Endi men so'rashim kerak. Xo'sh, siz kimsiz? O'rganasiz, qani? Qaysi tumandan mana shunday bajarmadi va kim prokurorga bergan buni? Jazo olmasa bo'lmaydi. Og'aylar. Mana shu yerda qishloq xo'jaligi xodimlari oldindan o'tiribdi, ziyodalar o'tiribdi. Qarangda, so'ranmani patent degandan keyin necha million pul to'laydi? Ko'rakaga. Ixtiro qilgan odam
Kahraman olarak bir göreydi kahramanlığı. O'zbekistonda. Dunyoda yo'q bu narsa. Buni vazirlar qachon qo'ydi? Men yangilik qilib kelmaydi. Mana aytib oldilar. Sabab 9 milyon, 10 milyon, 20 milyon edi. Bu dahshat narsa bu. Ba'zi pul ko'ramiz dedilar. Olinglar. Oramda shunaqa bor. Patent. O'zingizdan siyosatga bo'lgansiz narsa. Nima qiladi? Men qisqachadan nazorat qilmoqchiman. Men savol qo'ymoqchiman deputatlar nomidan. 2-3 savollarim javobsiz qolib ketdi dedi. Patentga nima uchun qishloq xo'jaligi yangilik qilgandan pul to'lash kerak? Yangilik yaratganmi? Va ikkinchisi, o'sha ozuqa ekinlarni ekilmagani uchun kim javob berish kerak? Raygat boshlig'imi, hokimmi, prokurormi, deputatmi, vazirlik vakilimi, yo fermer xo'jaligi raisimi kim javob berish kerak? Men biror joyda qonunda hali ko'rganim yo'q. Gazetaga chiqqanmi yo ijtimoiy tarmoqqa yozganmi? Mana bu odam kartochkani o'rniga Bilani o'rniga kartochka degan narsani o'qiganim yo'q. Mana aniqlabsiz. O'zimiz aniqlaganimiz, zamoningiz yo'q. Biz bilamiz. Lekin kim yetib shoqtiradi? Bu to'ylardagida zo'r to'ylar bo'lyapti, lekin kim prokurorga beradi uni? Isrof qilsin. Jamoatchilik. Jamoatchilik kim bu? Ana prezidentimiz buni aniqlab bergan, hammasini belgilab berdi. Men iltimosim shunday bo'ladi. Vazirimiz bilan kelishasizmi? Ikkinchisi, sho'r paxta. Kecha Xorazmga borib keldim. Arabistonga bordim, sho'r ekayotganlikda. Yana Buxoroga borib keldim aylanib. O'shada ko'rdim. 10%ni har yili Xorazmda Xitoyning sho'r emalgan paxtasini ekyapti. Samarqand qanchadan ayting, nega bunday qilyapsiz? Kim javob beradi buni? Agar prezident belgilab bergan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining narxi chiqqan bo'lsa kecha, bu yoqdagi hokim o'rinbosari aytyapti, belgilab bergan narsalar bilan ketyapti deydi. Sho'r o'zyo'liklar, sho'r o'zlar, kamroq. Mana buni. O'rmon degan narsa, hurmatli o'rtoqlar, o'rmon. Bu undan foydalanadigan joy deyiladi o'rmon. O'sib o'tgan daraxt o'rmon emas u. Mana Samarqandda 7 ta joy bor ekan. Kim belgilaydi buni? O'sha yerda belgilab o'tkazish. Bizlarga taklif qilinsa, sessiyada ko'ramiz. Hayır, bu masalani ko'rishimiz mumkin. Biz mas'uliyatimizni olmaymiz deputatlar. Uni so'zlashni eshitamiz, borib nimadir o'rganamiz. Bu yilga bitta 2 ta masala qilish mumkin. Qishloq xo'jaligida 110 ta soha bor bo'ladi. Ozuqa bazasini yaratishni o'sha 10%ligini yoshlarga yerlarni berilmagan degan to'g'ri aytyapsiz. Buni qaysi mas'uliyatni kim bermagan? Qaror chiqmaganmi? Bir mas'uliyatsizlik oqibatida bo'lganmi? Yo, bilmayman, yo boshqa narsa bo'lganmi? Bizga mana sababi kerak-da bu narsani bilasizmi? Mana shuni iltimos vazirlik bilan kelishib bizlarga mana qishloq xo'jaligi boshqarmamizda bo'lsa kerak bizlar. Vakillar. Mana janob bolalar bizlarga deysizlar, hisob berib keldi. Bizlar buni maydalab ko'raylik. Chunki men ham mutaxassis emasman. Boshqa mutaxassis emasman. Men esa mas'ullik bo'ladi. Savolimda qaror qilish juda chiroyli bo'lgan. Rahmat. Bu narsalarni yo'layman. Yo'q edi-da, bu yoqda qilganim yo'q. Boshqa hamma qo'mita kelib savollarni o'rgansa, men bu deputatlarning yomon emas, ular qo'ldan kelar hammasi. Faqat uni kuzda boshqarish kerak emas edi. Bu savollar dolzarb savollarni chiqarib loyihalar qachon kerak edi. Rahmat. Katta rahmat farmonsiz. Shuning uchun ham mana bugun qo'shma majlisni o'tkazyapmiz. Bu o'zingiz aytgandek yangilik bo'lishi mumkin, yangi sazifalar bu amaldan davom ettirilgan, lekin bunaqa qo'mita darajasiga tushib, qo'mita o'zining tegishli vazirlik qarorlarini oqilib, mana bu yerda ham o'rganib, ham muammoni hal qilish uchun o'zining axborotini eshitib, o'ziga vazifa yuklab qo'yayotganimiz bu siz aytgandek to'g'ri birinchilardan bo'lyapti. Maqsadimiz faqat qahramonlikni belga chiqarib izoh qilish emas. Faqat qahramonlik borib, o'rganib, kamchiliklarni aniqladi. Bu kishi aytyaptilarki, hurmatli deputatlar, hurmatli mas'ullar, biz mana shu narsalarni aniqladik. Endi joylardagi vakillar agar respublika darajasida bo'lsa biz hal qilamiz. Joylardagi hal qilinadigan masalani iltimos mas'ullarning axborotini eshitinglar. Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlarining sessiyalariga kiritinglar. Ularning mas'uliyatini oshiringlar. Hali ham oldimizda vaqt bor, hali ham demak qilsak bo'ladigan vaqtimiz yetarli degan gapni aytyapti. Avvalambor Furqat aka sizni men tushundim. Katta rahmat. Farmon hisobchim aytyaptilarki, xalq deputatlari viloyat kengashiga yoki tuman shahar kengashiga vazirlikning demak qonunida ekan qilmoqda deb bularni tanqid qilishni sizga mas deyaptilar-da. To'g'ri tushundingiz. Siz bu yerda axborot beryapsiz-da. Boshqa masalalardan ham iltimos qilaman, chunki kelgan vazirliklar. Sizlar
qilingan ishlarni bu yerda axborotini berasizlar. Axborotdan kelib chiqib, qilinmagan ishlarni aytsangiz, shuni ikkiga ajratamiz. Tuman, shahar, viloyat darajasida hal bo'ladigan masalalar, respublika darajasida hal bo'ladigan masalalar. Respublika darajasini o'zimizga olib ketib, hal qilib beramiz. Bu yog'ini iltimos sizlar o'zlaringiz qilish kerak bo'lgan ishlarni qilinglar. Bunda xalq deputatlar mahalliy kengashlar mas'ullarni axborotlarini eshitish bo'yicha sessiyalarga kun tartibiga kiritinglar degan masalani qo'ydi. Menimcha bir-birimizni tushundik. Katta rahmat, o'tirish. Anvar aka şeyda bir og'iz nimada endi qarorlarni ba'zilarini bajarmasligiga bir obyektiv subyektiv sabablar borda ana shu 10% degan joyda Anvar aka bitta narsada shu 10%da ekmaslikda iloji yo'q. O'sha paxtani berilgan bo'lsa siz hozir aytgansizki oziqani hangi ekmadi unda javoblar qilyapmiz degan joy borda. Endi shunday aytdi, o'sha 10% masalan 100 gektar yer bo'layotgan bo'lsa 10 gektarga oziqa ekish kerak. 90 gektarga paxta ekib 100 gektarda rejasini bajarish kerak. Mana bu eng og'ir masala. O'zi mana buyuk 50 sentlar belgilanyapti-da. Mana 43 sentlar paxta berish kerak. 10 gektar yerda 43 sentlari bu kichkina tonna bo'lmaydi. Buni qoplashni ham iloji yo'q. Shuning uchun fermerni ham bir ayblash. Menimcha qanchalik to'g'ri bo'ladi deymanda, buni bir aniq nimani kiritish kerakda, o'sha 90 gektarga reja berish kerakda, mana shu 10 gektarni 10 gektarda chorvaga deb turib qat'iy belgilab qo'yish kerak. Buni o'sha ba'zi qonunga o'zgartirish kerak, qarorga o'zgartirish kerak. Buni qilmasak aka, baribir bu narsaga erisha olmaymiz. Mana haqiqatdan to'g'ri gap. Men ham 21 yil hokim bo'lib ishlagan bo'lsam, biron marta senatdan sizga o'xshagan qo'mitaning raisi ishchi guruh bilan kelib bir yordam beraman degan narsani birinchi marta ko'ryapman. To'g'risida. Buning uchun men minnatdorchilik bildiraman. Lekin mana shu masalalarga baribir o'sha qonunchilik to'g'risida sizlar ichidasizlar qandaydir haligi takliflarni bersalaringiz yaxshi bo'ladi. Juda to'g'ri. Agar 10% ga ekilsa bor go'shtdan arzon bo'ladi. O'sha hozir uvatda ham molni boqishga imkoniyat yo'q. Hozir uvatga ham qo'ymaydi fermerlar. Yo'q, men ham men e'tirozim bu vazirlikka haligi kinodan aytgan bu narsalarni. Biz istaymizmi yo'qmi? Qishloq xo'jaligini loyihasi bular asosida. Masalan, hech kim innovatsiya vaziri borib qishloq xo'jaligi loyihasini bermaydi kelardi. Qancha boylik ish kerakligini qurilish vazirligi bermaydi. Men shuning uchun men oldin ham aytganman bu gaplarni. Buni yana takrorlayman. Bular ertaga nima bo'lishini bilib loyihasini bersin deb men so'rayapman bulardan. Mana 10% mi? 10% masalan o'sha sizlar qilgandan keyin bizlar ijrosini so'rashimiz oson bo'ladi. Hozir mana hokim bor ekandek qoladi. Ijrosini so'rasak, haligi mas'uliyat nima javob beradigan odam yo'q. Aytyapti-ku, fermer javob bersa hech kim javob bermaydi. Bunday bo'lmasligi kerak loyihalar. Loyihalarimizda oxirida ijro qilmagan odam chora olish kerak. Davlatimizning rahbari loyihalariga qarangda, bir kun loyihalarga hayron qolaman, shu bajarish sekundigacha belgilab beradi. Tangasigacha belgilab beradi. Qishloq xo'jaligida mana shu narsa bo'lishi kerak. O'sha nechi foiz qo'yilgan? Hali bu viloyatga qaraman 12%, bu viloyatga 9%. Bunday bo'lmasligi kerak. Majburiy bo'lish kerak. Kimdir chora olish kerak. 5% dan 5% dan ketdi. O'sha Xitoyda shu paxtasi yoki hali hozir nimasida. Uni aniq qo'yish kerak yoki mol sotib olish kerak. Bular hisoblab, ko'rib, ana bunday berish kerak. Mana shu chekilmoqda. Mana yoshlarga ajratiladigan yer maydoni bormi? Yoshlarga ajratiladigan yer maydoni aytaylik bitta tumanda bir yilda 400 gektar ajratiladigan bo'lsa, shu 400 gektarga paxtani ekish rejasi kamaymaydi. To'g'ri. O'sha gektar turadi. Endi bu ikkinchi qavatga ekib bo'lmaydi-ku buni. Bu masalalarga baribir qandaydir mana shu narsani ular bormoq ko'rgan baraka. Katta-kattalar mana u hokim o'rinbosarlar hisob bo'yicha. Chora ko'rolmaymiz endi biz. Oxirgi borsangiz shunda qurishga o'xshagan. Biror javob bermaydi, hali loyihaga javob bermaydi, buyurtmaga javob bermaydi. Qishloq xo'jaligida emas, qishloq xo'jaligida yeb turgan narsada. Bular xizmat beryapti, lekin yursa bu ketib qoladi. Mana shu yerga qoladi. Katta rahmat. Albatta bu narsa o'sha kun tartibiga doir komissiyalarimiz bilan birgalikda mas'ullarni axborot jarayonida o'sha mas'ullar o'zi chiqadi. Ko'rasizlar, agar
reja olgan bo'lsa, mas'ul bajarmagan bo'lsa, o'z-o'zidan qanaqa chora ko'rishni ko'rib qoladi. Endi agar ko'p desanglar, mana Kamol Mehriddin Qilichi uchun qatnashyaptilar shu yerda. Demak, o'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurashga agentligining vakili O'chqan kelib biz bilan ishchi guruhimizga kelib o'rganyapti. Yuqorida aytilgan 4 ta masalamizning ikkinchi masalasi bularga tegishli. Mana aniqladingiz, nima masalalar bor ekan, qanday ishlar qilinmoqda. Yuqorida aytgandek, xalq deputatlari viloyat kengashining oldida mas'ullarning axborotlarini eshitish bo'yicha qanaqa takliflaringiz bor? Shular to'g'risida ayting. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, hurmatli deputatlar. Mana Samarqand viloyati hududida 10 ta o'rmon xo'jaligimiz mavjud bo'lib, bundan bittasi ixtisoslashgan o'rmon xo'jaligi va bittasi o'rmon chiqarish korxonasiga tegishli bo'lib, mana avvalımızdan aytgandek, Samarqand viloyati o'rmon xo'jaliklari jami yer maydonlari 65 ming gektar yer maydoni tashkil qiladi. Bundan Samarqand o'rmon fondi yerlarining hududiy kesim joylashuvlari asosan hovli hududda joylashgan bo'lib, bulardan 47.178 gektar hovli hudud, 3.640 gektar vodiy hudud, 3.538 gektar cho'l hududlarini tashkil etmoqda va 10.796 gektar qo'qon hududlarini tashkil qiladi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi hurmatli Prezidentimizning Xalqaro taraqqiyot uyushmasidagi 2024-yil 27-martdagi O'zbekistonda barqaror o'rmonlashtirishni tiklash loyihasi doirasida 140-sonli Prezidentimiz qarori amalga oshirilgan. Bu o'rmon xo'jaliklarida quyidagi loyihalarni amalga oshirish belgilab berilgan. O'rmonlarni tabiiy tiklashga ko'maklashish 12.100 gektar yer maydoni, yaylovlarni qayta tiklash jami 5.500 gektar va suvni tejash, tog' oldi o'rmonzorda tuproq eroziyasi qarshi kurashish bo'yicha 1.400 gektar yer maydonlari belgilab berilgan bo'lib, bu loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar biz Samarqand viloyat o'rmon xo'jaliklarida amalga oshirilgan va bizni Samarqand viloyat o'rmon xo'jaliklarida asosan dorivor va oziq-ovqat o'simliklar yetishtirish va tayyorlash bo'yicha 2025-yil uchun 562 gektar reja amalga belgilab berilgan bo'lib, bundan 570 gektar rejadan ziyodroq maydonga dorivor va oziq-ovqat ekinlar qo'mishasi va gektarga nisbatan yalpi ishkanaqasi 953 tonna bo'lib, 826 tonna dorivor o'simliklar qo'mishasi yig'ib qo'yilganligi aniqlandi. Va Samarqand viloyatida 2024-yillarda asosan mening bog'im loyihasi doirasida o'rmon xo'jaliklari tomonidan jami 13.2 gektar yer maydoni, yashil jamoat parklari, yashil bog'lar va jami 1519 dona ko'chat shularga ekilgan bo'lib, ushbu loyihada tashabbusli 2025-yil davomida 851 gektar maydonli jamoat parklari amalga oshirildi. Rahmat. Mehriddin Qilichi, bitta narsa. Men axborotingizni eshitdik, hozir vaqtimiz juda o'ylab ko'rsam, ayrim ishchi guruhlarimiz poyezdga chiqish kerak 5:30 da, shuning uchun bir-birimizni qiynamaylikda. Siz bizga ochiq ayting. O'rmon xo'jaliklari yashil makon, yashil belbog'lar tashkil qilishga, shaharni ichini obodonlashtirishga, ijtimoiy soha tashkilotlarimizni ekish uchun ko'cha issiqqa chidamli, suvsizlikka chidamli ko'chat navlarini yetishtirish bo'yicha o'rmon xo'jaliklarida ishlar amalga oshirilyaptimi? Albatta. Qancha bugungi kunda, demak, yuqorida aytilgan ko'chatlarimiz navlari bo'yicha ma'lumotingiz bormi qo'lingizda? Albatta, bu bo'yicha Samarqand davlat o'rmon xo'jaligida maxsus o'sha agentligimiz tomonidan ko'chatchilikka ixtisoslashgan davlat o'rmon xo'jaligi bo'lib belgilab berdi va o'sha yerda o'rmon xo'jaligimizning Qastorg'om, Jonboy, Oldaryo o'rmon hududi
hududlarimizda o'sha yerda ko'chatchilik maxsus ko'chatlar tayyorlab, zaxira bazalari yaratilib, hammasi 2026-yilgi ekish mavsumiga, kuz qish mavsumiga, bahor mavsumiga ekilayotgan ko'chatlar hammasi tayyorlab, zaxiramiz mavjud yaratilgan. Demak, Samarqand boshqa viloyatlarga ham ko'chat yetkazib berish imkoniyati darajasida bor. Shundaymi? Shunday, hamma ko'chatlarimiz endi o'rmon bilan qoplanmagan maydonlarimiz bor. O'rmon xo'jaliklarini o'rmon bilan qoplanmagan ochiq yer maydonlari bor. U yerda nima ishlar qilinyapti? Necha gektarda, demak, men yuqorida katta raqamlarni aytdim. 30 ming gektar haqida gapirdim. Demak, bu ishchi guruhni aniqlab bizga bergan. Siz o'zingiz ham shu raqamlarga ishonasizmi? To'g'ri, ishonaman. Bu borada o'sha o'rmon bilan qoplanmagan yer maydonlarini yuqorida aytib o'tgandek, prezidentimizning 140 qarorida belgilangan yaylovlarni qayta o'sha siz so'zida aytib o'tganingizdek simsetkalarni o'rib, yaylovlarni tabiiy yo'l bilan qayta tiklab, o'sha shunaqa ishlar amalga oshirildi. Masalan, Samarqand tumani hududimizda tog' zonasida yaylovlarni qayta tiklash bo'yicha 1,5 ming gektar yer maydonlarini atrofini 2 ming gektarga yaqin yer maydoni atrofini sim to'siqlarni o'rab, yirik shoxli mollar, mayda shoxli mollar borib ichiga kirg'ana qilmasligi uchun shunaqa ishlarni amalga oshiramiz. Yaxshi, viloyat o'rmon xo'jaligi demak, axborotlarni faqat maqtalyapsiz-da. Kamchiliklaringizni biz aytib o'tgan kamchiliklardan tashqari nima kamchiligi bor ekan, nima qilish kerak? Shular to'g'risida o'ziz boshlig'ingizda mana Jonboy o'rmon xo'jaligimizda ko'chatchilik bo'yicha qilib o'tgan ishlarni borib ko'rdik ish jarayonimizda va o'zi aytib o'tganingizda o'sha ko'chatchilikka bo'lgan ayrim kamchiliklarni o'sha yerda tegishli mutaxassislarga, o'sha Jonboy o'rmon xo'jaligi direktorlariga aytib o'tdik, tegishli xulosalar chiqarib, ko'chatchilikka bo'lgan o'sha yerda kamchilik, ya'ni o'sha yerga bir plakatma yozib o'rmon xo'jaligi yerlari deb yozilmagan o'shalar hammasini aytib o'tdik, tegishli xulosalar aytdik va ular kamchiliklar hammasini bartaraf qilamiz. Sohaviy masalalarni aytdik. Bu texnik jihatdan vazirlikning eski nomlari turgan unaqa texnik ishlar, ular kerak emas. Bu qator to'g'rilanadi. Lekin birinchi navbatda bugungi kunda mana hozir kuz davri. Hamma daraxtlar urug'lari pishgan vaqtda. Ko'chat yetishtirish uchun nima kerak? Urug' kerak. Urug' zaxirasi yaratildimi? O'sha issiqqa chidamli, suvsizlikka chidamli ko'chatlarni urug' yig'ishtirish ishlari amalga oshirilyaptimi? E'tiroz bormi o'rmon xo'jaligi? Ikkinchisi, o'rmon xo'jaligi hududidagi dorivor o'simliklarni yig'ishtirib olish, belgilangan tartibda realizatsiya qilish, o'rmon bilan qoplanmagan yer maydonlaridan o'zlarini kuchi yetmaydigan joylarni ijaraga berish orqali u yerni ham unumdorligini oshirish masalasiga qaratilgan ishlar amalga oshirilyaptimi? Biz sizga qo'yilgan savolnomada aniq berdik-da. Nima ishlar qilish kerakligini. Uchinchi, to'rtinchidan bu yerdagi o'rmon ichidagi daraxtlarning saqlanishi, kasalliklarga chalinmasligi, bugungi kundagi suv ta'minoti, ular to'g'risida biz hozir sizda bo'ldi deb turib maqtab ketgan gapingizdan xalq deputatlari biz bu uchun sizlarni olib keldik. Sizlar mutaxassislar. Sizlar shu sohani agar men hozir o'rmon xo'jaligining rahbarini chiqarib axborotini eshitganimda bu kulgili bo'lardi. O'ziga aytgan gap bo'lardi. Men sizlarni bu yoqdan respublikadan olib kelishimdan maqsad nima? Maqsad sizlar tashqi ko'z bilan qaranglar. Sizlar respublika darajasida yuribsizlar. Sizlarda bitta tumanni yoki bitta viloyatni ikkinchi viloyatga solishtirish imkoniyatingiz bor. U yoqdagi yutuqlarni bularning yutuqlarini respublikaga jalb qilishga imkoniyatlaringiz katta. Men maqsadim shu. Siz bu kishiga kamchiliklarni ayting. Aka, mana bu sohada kamchiligingiz bor, mana bu sohada kamchiligingiz bor. Mana bu yo'nalish bo'yicha demak oqsoqligimiz bor ekan. Buni haqiqatan ham respublika darajasida hal qilishimiz kerak degan gaplar, umumiy gaplar albatta kerak. Lekin ish ham, jarayon ham kerak-da. Meni to'g'ri tushuning. Shuning uchun hozir yana bir marta o'tirasizlar. Ishchi guruhimizdan demak asos uchun qabul qilamiz qarorimizni. Lekin sizni takliflaringizni kutamiz. Birinchi navbatda yuqorida aytilgan 4 o'rmon xo'jaligiga tegishli 4 ta yo'nalishga e'tibor qaratdik. Eng navbatdagi sessiyalarning birida siz bilan birgalikda balkim o'rmon xo'jaligi o'zini balkim viloyatdagi joylardagi tuman o'rmon xo'jaliklarini, ko'chatchilik xo'jaliklarini, boshqa xo'jaliklarni axborotini
hurmatli tuman shahar viloyat kengashlarida eshish masalasini taklifini kiritadi. Tushunarlimi? Rahmat. Navbatdagi so'zni men Ismatov Shohnazar akaga bermoqchiman. Shu yerdan marhamat. Shohnazar aka, sizlar yer loyiha davlat ilmiy loyihalash instituti vakili. Sizga ham biz yo'nalish berganmiz. O'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha hurmat ayting. Assalomu alaykum. Viloyat bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga tanqidlar ham kuzatildi. Bu yerda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yoshlarga yer ajratish bo'yicha tanqidlarimizni aytadigan bo'lsak, yoshlarga yer ajratish bo'yicha 500 ming gektar qonun hozirlari kadastr ro'yxatga olinmagan. Dehqon xo'jaliklarini tashkil etish bo'yicha yer maydonlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlarida samarali ishlar tashkil etilmagan. Joriy yilning 20-noyabr holatiga ko'ra tanlov g'oliblari amallangan 428 gektar yer maydonlarining 300 gektari davlat ro'yxatiga olinmagan. Qani ular kim ular kadastri? Kim uy qonuni? Boshqarmangiz kim? O'zlari ro'yxat. Bolalar eshityapsizmi? Siz bo'layapsizmi? Bo'layapman. Boshqa masalalar hurmatli. Birinchi navbatda aka, mana hozir Farmon Isakovich kimni jazolashni bilmay turibdilar-da. Yo'nalish kesin. Mana 500 taga yaqin lot bugungi kungacha rasmiylashtirilmagan. 500 taga yaqin yosh demak o'zining belgilangan yerini ololmay dehqonchilik qilolmaydi. Nima uchun ro'yxatga olmadingiz? Nima uchun targ'ibot ishlarini qilmadingiz? Nima uchun ularga yer ajratib bermadingiz? Mana sizga o'zingizning respublikangiz aniqlagan masala. Ularning ro'yxatga olish bizdan rasmiylashtirish bo'yicha berilgan. Ha? Ular ro'yxatga olish bizdan qilmamizga kerak. Ular rais bu yerda o'zlari tomonidan ro'yxat ishlari amalga oshirilgan, lekin ro'yxatga olish vazifasi kadastrda vazifasi hisoblanadi. Kadastr tomonidan amalga oshirilgan. Kadastr xo'jaligi, kadastringiz qani? Samarqand viloyat kadastr boshqarmasi. Qani sizning uyda tashkilotingiz qani? Bizlarga tegishli kadastr. Ya, Kadastr o'zi alohida tashkilot. Qishloq xo'jaligiga kelganda albatta yangilik emas. Ta'kidlamayman. Bular necha marta muhokama qilganmiz. O'shaga bormaymiz-da. o'shaning uchun ham aybdor topildi. Shunday. Mana tasdiq bermaylik. Yana nima masalalar bor ekan? Bundan tashqari hozir 2023-2029-aprildagi Vazirlar Mahkamasining 169-qaroriga esa bizga yerlar tuproq imzoligi haqlarni sidirib olish va o'sha foydalanilmay turgan yerlarga joylashtirish bo'yicha viloyatda ish olib borilmagan. Bu bo'yicha o'zlari ro'yxatiga mutasaddi o'sha tashkilot tomonidan murojaat qilinishi kerak, umuman murojaat qilinmagan. Shu bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qaroriga o'zgartirish va uchastka kodeksiga yangi modda kiritish maqsadida muvofiq bo'lgan. Yaxshi, takliflaringizni qilaman. Qani bormi savollar? Taxminimizga kelgan. Hurmatli deputatlarimiz. Yo'qmi? Demak, yuqoridagi aniqlangan masalalarni demak bizdan qo'shma majlisimizda qarorga kiritamiz. Birgalikda bu ijrosining ta'minlangandan keyin ma'qulot berasiz. O'tiringlar, rahmat. Demak, endi bizlar ustoz 4-yo'nalish bo'yicha yaylov xo'jaligini rivojlantirish boshqarmasi vakili Muhammadiyev Yuzbek Islomov.
olmasini tuttirish bo'lmasa kuyat bergan. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, deputatlar, hamkasblar. Hamma sohani aytib o'tildi. Kun kecha Urgut tumaniga borib keldim. Tadbirkorimiz ancha yildan beri o'sha ishliklarga yetib ko'rinmagan masalasini joyiga chiqib tosh kesish masalasini qo'ygan ekan, qora temir qishlog'i. Endi hech narsa o'smaydi. Biz tosh qilamiz. Lekin shu paytgacha anaqa qilmaydi. Kecha rahbariyatning gaplarishi endi viloyat hokimligining hozir xatini chiqarsa, rahbariyatimiz rozi bo'lib tushuntirib qo'yadi. Degan katta ishimiz bitta shu bo'ldi. Keyin Paxtash tumanida tadbirkorimizni yerini tuman hokimligi tomonidan bo'lgan oxiriga yetolmadi. Auksionga chiqarib sotib olgandik. Tuman hokimning zaxirasidagi yermi yoki Yo'q, yaylov yer? Ha, qabul foydalanib Qarorlar bor, u yerda tadbirkorlar 69'da asosan qilingan. Tuman hokimligi zaxirasi qaytarildi. Taksilik funksiyonalini rivojlantirish qo'mitasiga qaytib ketgan yer. Undan keyin 15-farmonga asosan veterinariya qo'mitasiga o'tgan. Bu tadbirkor foydalanib kelayotgan uchun qanday misollarni qo'yib hozircha Yutug'ami odam chiqarilgan auksionga chiqarilib turadi. hozir surishib tortishyapti. Auksionda bir yutug'ami oxirigacha aytdingiz, to'liq qabul qilindi. U auksionga qo'yildi. Rost auksionga qo'yildi. Lekin foydalanayotgan odam qanday foydalanayaptimi? Yoki foydalanishga qo'ymayapti-da, shu yerga. auksiondan kimdir yutib olganmi? Demak, auksion oxiriga yetibdi. Shuni hozir men ulardan so'ramoqchi edim. O'sha auksion qanday tartibda bekor qilingan? Auksionga chiqarilgan yer. Ibraz. Sizlar chiqargansizlar yerni? Siz bunaqa haqida gap ketgan bilyapsizmi aka? Yerni toifasini o'zgartirishgan, chiqarib qo'ymoqchi. Shu qanday tartibda bekor qilingan? Hozir Bloombergda ham yana bitta shunday holat. Videoda toifasini o'zgartirish ularni mahkamasini nasib etadi. Hukumat komissiyasi bilan boradi. Ibrazning da'vosi bilan. Toifa o'zgargan bo'lsa, auksionga qo'shgan boradi. Ular hech kim unga qolmaydi. Kerak, mana bu masalani o'rganing. Keyin bizga taklifni oxirini ayting. Biz yarim masalani ko'tarmangda, biz ham tushunmagan holda yechimga baho berib qo'ymaymiz-da. Shuni oxirigacha yetkazib, keyin fikringizni aytasiz. Yana nima masala? Men taklifim bor deb tushunayapman, hisob bersak. Xatni tushunmaymiz, masalan, yaylov bo'yicha faqat to'g'rimi? Samarqand viloyatida ham ikkita tuman so'z yaylov. Oilalarni siz degan narsalar bilan shu sharoitda o'zi to'rtta molni boqib, bo'yib boqib yurgan odamlarda hozir tergov hujjatlariga bo'lib bergandan keyin ko'chada bo'lmayapti. Agar 5 yil o'tib qolgan yerlarni boqqan bo'lsa, hozir 10 yil berish kerak. Chunki bu yerda hal qilyapti. Aholi punktlarini bepul qilingan ekan, faqat o'sha subyektlardan aniq qilingan. O'sha ilgari aholi punktlaridan pul olingan. Shu aholining o'rtasida norozilik paydo bo'lgach, aholi qishloqqa yaylovlar bilan ishlamoqda. Siz vakilingiz bormi? Taqsir. Siz men yerda fuqarosiz. Nega televiziyaga chiqmaysiz? Nega radioga chiqmaysiz shunda xalqqa? Har kuni yuzlab chiqadi, yuzlab mendan ko'ra. Hammasida siz perib ketgan bu masalada. Men bilmay so'rayapman buni. Masalan, hozir ham janjal har kun kelyapti. Mana bu chorvani hozir vaqtida yo'q deymiz. Tabiiy ozuqalar yevalarning uchun ham pullar to'layapti. Hammasidan
Şunu bir ekmafiydik ki loyadan oturursa doğrulayken bunu eğer doğrulayken bulsa bunu niye bilme yapar? Bilmem mi? Neden sormadan mı? Tashqi chiqardi. İkincisi diyor. Bu bana senatı takip ederek geçiyor. Bunu gerçekten tamam diye fikirimiz böyle madem loyha olmuş gerek. Hiç mesela 3-4 kumarımızda hani Saksavul ikilerdiğine gördüler doligatonu taş yapacağız. Hiç mi? Saksavul'da takiplerini mutlar, ondaştan tuta koydu o yani. Yok hiç öyle. Gördüğünüz zaman yok bu. Bunu kan ekip yok herhalde. Bize ligası buluş gerek yok. Bunu orada bir yapıyorduk. Xudo xohlasa biz qancha urug'larni harakat qilganmiz. Buni o'sha yil oxirigacha nasib. Mana bu bak deputatlar demek ki işten buladı. Bu sabahları kaçan işleydik sabahları ekleyeyim. Hisobotni mana shu dekabrda 20'lariga bo'ladi. Dekabrzda ekan bo'ladi da, Urug' hozir yig'ilganda Farg'onaga bungacha viloyatimizda 1,5 ming gektargacha nima cho'l oziq-ovqat ekinlari ekilgan. Hozirgi kunda 79 tonna urug'imiz mavjud. Hozir Navoiy bilan shartnoma qilib, Jizzax bilan shartnoma qilib sotish. Hozir o'zimizdan bu yer 5 ming gektarga ekishni rejalashtirdik. Yo, endi men nega qarang, men Samarqandda yashagan oltayman. Qishlog'imga boraman. 35 gektar. Bitta saksovul bormi bizning qishloqda? Sizni qishlog'ingizda 500 gektar saksovul bor. siz qaysi qishloqdan? Qarqabotan. Kim var? Yapamayan gazete var. Ya, Ko'ring, 35 gektar, 35 kilometrda yuring. Hali ikki tomonda bir dona topalasizmi? Yo'q, u tomon borishingizda yo'q. Lekin 500 gektar mana ikkinchi yil kecha tryunerga chiqardi buni. Sizni qishlog'ingizda. Ekilgan saksovul. Ellik ming haligi qo'y bugun 8 mingga tushganda. Menga farq bo'lsa kerak buni. Agar saksovul bo'lganda tushmasdi. Buni nafaqat o'sha saksovul ekinlari, bo'lmasa cho'llanishga qarshi ekinlar hisoblanadi. Bu o'sha degradatsiyani oldini olishga, qum, chang, bo'ronlarni ko'tarishiga. Endi foydalanib qo'yilgan barakat bo'lsa, yana vaqtlik ularni qayta kesadi. Bizlar bilmaymiz ketadi. Tushunmaymiz-da. Kesib juda tashlaylik. O'zi keyin tushunib qoldi. Hammamiz bajaramiz bitta. To'g'rimi? Nima gap qilganini keyin tushunib qoldingiz o'zi. Mayli, sog'lig'ini hazillashamiz. Lekin akalar, bu masala jiddiy masala. Borgan sari yerlarimiz degradatsiyaga uchrab boryapti. Agar o'rtacha hisobda avvallari bundan 20 yil oldin agar cho'llanish degradatsiya haqida gapirganimizda ko'pchilik tushunmasdi. Hozir e'tibor bering. Nima o'tganimiz aynib ketdi. Nima uchun bugungi kunda changlanish darajasi katta? Navoiylarda ham ko'p azob guruhlari boshqalarning hisobiga tegdi. Ahvol boshqa hududlarda ulardan katta azoblar yo'q. Nega changlanib ketyapti? Buning hammasi suv ta'minotining yaxshi emasligi. Birinchidan. Ikkinchidan bu iqlim o'zgarib ketayotganligidan. Yanvar oyining oxiridan buyog'iga O'zbekiston suv ko'rmadi-ku, ko'rmadi axir. Buning hammasi qurg'oqchilikka olib kelyapti axir. Qurg'oqchilikni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Hurmatli mana shu mas'ullar urug' yetishtirish kerak bo'lsa, mana ustozimiz qildi-ku, mana Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirishda qildi-ku, samolyotdan sepdi-ku urug'larni. Sizlarda agar imkoniyat bo'lsa, volontyorlardan foydalansak, ishchilardan foydalansak, boshqalardan foydalansak, qo'lda sepib chiqsak ham qilsak bo'ladigan maydon-ku bu. 20 ming, 30 ming kvadrat kilometr emas-ku bu. Nima uchun biz bu narsani ko'taryapmiz? Nima uchun bu masalani qilyapmiz? Nima uchun xalq deputatlari bilan qo'shma majlisda buni muhokama qilyapmiz? Sizlarni oldlaringizda, sizlarning mas'ulligingizni yana bir marta oshirish, mana dekabr oyiga kelishlaringiz, dekabrda hurmatli akamizni tashkilot axborotini eshitish kerak. Hurmatli viloyat kengashi deputatlari. Xuddi shunday tuman shaharlardagi bo'limlarini, axborotlarini sessiyalarda eshitsin hurmatli tumanlar. Viloyatlar. Kelishdikmi? Men o'ylaymanki, bu masalada ham bir-birimizni tushundik. Rahmat sizga o'tiring. Yana boshqa aytadigan gapingiz bormi? Bo'ldimi? Rahmat sizga. Endi sizni ko'p uzib qo'yish niyatim yo'q. Shuning uchun avvalambor kelganingiz uchun rahmat. Baribir siz sohaning mutaxassisidir. Sizni gap qildim. Agar ruxsat bersalaringiz, mana 4 ta yo'nalish bo'yicha o'rganishimizni aytdik.
kamchiliklarni ham aytdik, uraveramiz. Bu yerda yashiradigan yoki bo'lmasa kimnidir maqtab ketadigan emas. Lekin qilingan ishlar ko'proq. Kamchilikka nisbatan qilingan ishlar ko'proqni qaror olishimiz kerak. Shu bilan birgalikda mana endi bizni vakillik o'rinimizning doimiy komissiyamiz raisi bor, Abdullayev Bakir Bakировich. Demak, xalq ko'rsatgan viloyat kengashining agrar suv xo'jaligi ekologiya masalalari doimiy komissiyasi raisi. Sizning ham fikrlaringiz bu yo'lda ne joyingizdan sizga qaysi qiladi? Bu qog'oz bu hisobot. Komissiya tomonidan, ishchi guruh tomonidan meni yuqoridagi aytgan fikrlarga qo'shilaman. Hozirgina mana shu masalaning mohiyatiga oxiriga borib yetib qoldik-da. Lekin vaqtlar sabablarga suv, gaz masalasi, mana elektr energiyasi masalasi muammo bo'lsa, javob beradigan odamlar chaqirolmaydi-da. Biz aytamizki, tadbirkor bitta ma'ruzat berib deb chaqiramiz, u yoqda menejerlarga chaqirib qo'yamiz, o'sha yerda o'zlari muomala bo'ladi. Bu yerda mana buki rahmetlijon bunday taktik bo'lmaganki, bu yerda mas'ullar bilan joylardagi kishilar, ya'ni kimlar rahbariyat bo'lgan javobgarligi deydi. Maqomni zamon oshkor bosib qo'ying, masalan taklif qiladi. Demak, bu yerda bizlar bu viloyat agrar xo'jaligi bo'yicha komissiya qiladigan bo'lsak, bizlar xuddi shunday xulosa qilyapmanki, har bir tumanlarda shunday kengashtirish masalan qo'yishimiz kerak. Bizim Nurobod tumani o'zini kengashtirgan masalan. Bular paxtachida yaylov bor, mana Qo'shrobodda yaylov bor. Mana shu yerlarda mana shu viloyat rahbarlarining olgan holda hozirda viloyatga vazirlikdan kelgan bo'lsa, biz tumanlarga viloyatdan rahbarni olib borib, chiqarib tushirib hisobotini joylarga ishimiz kerak. Chunki bugun men o'ylaymanki, mana shu ta'tilim juda ham samarador ketdi. Mana bor joylar ochilyapti. Buni asosiy maqsadi nima? Mana bu yerdagi prezident farmonlarining ijrosi. Chunki ayol chorvachiligini rivojlantirish bo'yicha mana chiqarilgan qonun bor. Biroq bundan boshqa bo'yicha qonun bor. Darajatlarda ular erkinlarga yetish masalasi yaqinda senatda tasdiqlanadi. Qonun. Mana shu qonundan bor dovullarda atrofdagi yetish masalalari bo'yicha. Ularning hammasi yaylovda kamaytirish olib keladi. Yaylovda ularning pasayib ketishiga asosiy sabablardan bittasi iqlim o'zgarishi bo'ldi. Yana mana almashib ekishni, almashib ekishni yo'qolib ketganligi. Ularning saqlayotgan 10% faqat hamma yemqishga ekini emas, faqat belagan 10%. Bundan tashqari yemqishga ekinlarni ham mutaxassis aytish kerak. Bu faqat mana shu bela boya uchun 10%. 10% buni almashib ekish ta'siri buni amalga oshirguncha bizlar ichimiz kuyib ketdi, ta'min beradi. Ekolog partiya tomonidan, mana kengash tomonidan. Chunki bela yuqoriga hisoblanadi. Yerlarning muddatini oshiradi. Ilgari hamma almashib ekish tizimida paxta bela almashib ekish tizimi bo'lgan. Chunki 10% barcha yemqishga bo'lsa u kam. Faqat belaning o'ziniki, alohida chorvachilik xo'jaliklarining 80-90% bu oziq-ovqat ekinlar ekish kerak. Bu paxtachilik rayonlarida hatta bugungi joyda 10%ga beda ekilishga ruxsat berib qo'ydi. Lekin mana hurmatli raisimizni aytgani ham to'g'ri. Javob berdi, lekin bu yerda plan kamaytirmaydi-da. Ko'rpa bo'lgandan keyin iloji yo'q. Janjal verilmaydi. Hokimlar janjal qiladi. Yerda ikkita cho'ga kelganda u javob berish kerak. Masalan, mana shunday oliy organlar, respublikamiz oliy organlar senatdan kelganligi bu gaplar ko'tarishimiz yaxshi, chunki ko'targa respublikaga e'tibor beradi. Mana Amerika bilan juda ham faol bo'ladi. Hamma senatda ham o'zini fikrini darlay oladi. Mana shularni qandaydir yechimini birgalikda ko'rishimiz kerak. Ularning elekishga juda ham qiziqadi, biladi yerda bo'lishini biladi. Lekin egaman desa paxta qilib ketadi, boshqa yerga olib ketadi, plan bajaradigan gap eshitmaydi. Buning uchun bu sohada yana bir yaylov chorvachilik bo'yicha viloyatimizda institut bor deb o'ylayman so'radi. Cho'l ekologiyasi instituti bor bergan chorvachilik, cho'l ekologiyasi bo'yicha mana shu institutda tarqatirib borilyapti kunlar. Qancha yangi navlar ekilyapti. Mana shu haqida bu yerda hech narsa gapirilmaydi. Nima ish qilyapti? Nazorat tashkilotlar hamkorligi. Mana shu yerga chiqish kerak. Bizda rahbar hozir Navoiyda gapni bor edi, mana shu narsalar menga chiqish kerak-da. Bu tajribasi, viloyat tajribasini boshqaga olib borish kerak. Bu institut boshqa viloyatlarda yo'q. Qorako'lchilik deyapti, butun ittifoqlar deyapti. Sirxonda borda qorako'lchilik. Siz sayozda qorako'lchilik. Qorako'lchilik boshqa yo'q-ku. Samarqandda bor. Ikkinchidan mana veterinariya instituti hozir yerda shug'ullanyapti. Olimlar ishlar qanday olimlar chaqirib kerakli. Agroinnovatsiyalar institutida mana hozir mexanizatorlar tepadan oziq-ovqat ekinlarni ekishdi, yangi usullarni chiqaryapti. Biriktiradigan urug'ni tepadan tashlaveradi, sochib ketmaydi, ekiladi yangiliklar. Mana shunaqa narsalarni chaqirib bilganiz kerakmi? Savol seminar qilamiz. Seminar qilamiz. Shuning uchun mana bunga agroning maqsadi shunaqa edi-da, mana o'zim ham keyinroq yana o'qishga tushib qoldim. Shuning uchun bugungi tadbirda men juda ham xursandman. Mana kelayotgan mutaxassislarimiz ham tushunib olish kerak. Biz kelgusida meni doim komissiya sifatida
kelgusi mana shunday tumanlarga chiqamiz, Chorvoqli tumanlarga chiqamizda, tumanni ham doimiy komissiyasi bor deb tushunadi. O'sha yerga borib, har bir tumannikini o'zini alohida muhokama olsa, sizni bugun tadbirimiz yana davom etib bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat, hammalarga, mehmonlarga vaqtini ayirmasdan kelib mana vazirlikda ishlayotganlar hammasiga rahmat. Mana kadastr sohasida juda ham katta muammo bor. Ularni yer berish masalasi ham mana bu narsa viloyatimizda har safar mana shu soha bo'yicha kengashib 3-4 marta mana xabarlar bor. 3-4 marta To'g'rizlik haligacha 2018 kelib qo'yapti. Sohalarimiz oxirida yerga qo'ydi. Mana rahbariyatga kelgan ekan, ular vazirlik shu yerda. Ular hammasini boshliqni biriktiradigan siz tashkilotimizda siqapman kelgan. Chunki mana to'g'rizlik ba'zi kuchlarni chiqarib savolni ularga berishimiz kerak, biz deputatlar yozib olishimiz kerak, nazorat qilishimiz kerak. Mana shu topshiriq berdi vazirlik, ularga mana deputat bularni nazorat qilamiz deb yozib olishimiz kerak. Rahmat. Ulug'bek Hasanovich, kotibiyat mudiri, ko'mag'ingiz bormi? Assalomu alaykum. Aytmoqchi bo'lganim hozir qishloq xo'jalik sohasida Samarqand viloyatida borgan kelgan vazirlik tizim tashkilotlarimiz hammasi vakillarimiz o'rganishlardagi natijalarimizni ko'rsatib bergani ham yaxshi. Kamchiligimizni ko'rsatib bergani ham yaxshi. Kamchilik biz uchun tanqid kelajagimiz. Ustoz aytdi, Farmon Soqich aytdi, 10% ekinni ekish bu oson, qiyin emas. Lekin uni biz mana qishloq xo'jaliklari boshqa mana ishlagan hozir topildi. Uni hosildorligini oshirib beradigan shartnomalar rejasini bajarish kerak. Xuddi paxtada ham, g'allada ham. Hozir Giprazem adashyapti. O'zi tushunmayapti nima degan. 350-400 gektar yoshlarga ajratiladigan yerni nima uchun tarqatilmadi? Respublika Giprazemdan kelib o'rgandik. Biz aytib berishimiz mumkin. Uni boshida biz tushunmovchilik bilan yer ajratdik. Biz bilmadik. Ajratilgan yerlar suv og'ir. Aholida yoshlarga beriladigan yerlar uzoq joylardan bo'ldi. O'sha uchun bu. Hozir bu 375 gektar tuman hokimi zakaz qaytarib olindi. Mana kecha hafta o'tkazilgan yig'ilishda yoshlar bo'yicha yana yer berish taklifi bo'ldi. Bunda Samarqand viloyatida 3,5 ming gektar yer beriladi bo'ldi. 3,5 ming yosh 1 gektar. Shu bo'yicha ishlayapmiz. Yaxshi yerlarda. Endi albatta har bitta tumanda o'zini yoshlar agentligi ijtimoiy sohadagi hokimning o'rinbosari hududda tumandagi o'sha har mahallani o'zini eng yaqin hududida Qishloqqa ham yaqin bo'lsin degan ko'zda tutib. Har bitta mahallani o'zini o'shidagi qulay joydan, suvli joydan, hosildor joydan. O'sha kadastr palatasi kelmagan ekan, kadastr palatasi balans qishloq xo'jaligi balansi borda. Konturbay beradi. Chunki har bir berayotgan konturbay ekib yerimizni kosmosdan ko'rib beradi. Agar kamchiliklarimiz bo'lsa, hammasini bartaraf qilamiz. Hali men ham ko'p yozib oldim. Yaylov bo'yicha Ahmad aka bilan birga ishlaymiz. Hozir Ahmad aka bizga tushuntirib bera olsangiz, qancha ish qilyapsiz? Qancha chora-tadbir qildingiz? Qancha ekinlar, urug'lar bo'yicha ishladingiz? To'g'ri aytyapsiz so'zlar. Hammasini aytib berishimiz kerak. Endi axborot beradi sizga, o'shanda aytib beramiz. Kamchiliklarimiz bartaraf qilamiz. Katta rahmat Ulug'bek Hasanovich. Hurmatli deputatlar, endi 5-masalamiz bu mahalliy kengashlarning faoliyati bo'yicha. Mana viloyat kengashini ko'rdim. O'sha belgilangan me'yor bo'yicha alohida binoda, alohida sharoitda yaratilgan. Endi joylarda, tumanlarda namunaviy kengashlar tuzilish masalasi qo'yilgan. Men hamma tumanga borish niyatim bor edi, lekin vaqt oliy hakam hammasiga imkoniyat yo'q. Lekin borgan ikkita tumanimizni ham e'tirof qilmoqchiman. Qilingan ishlar ko'p. Mana Jonboy tumanida Sanjarbekning ismlari nima Jamshidbek. Jamshidbek qatnashyaptimi? Jonboy. Jonboy. Assalomu alaykum. Mana shu yoshgina yigit qilayotgan ishlarini ko'rib, mana respublikaga men aytmoqchiman. Sun'iy intellektdan foydalanib, deputatlarning faolligini ozginagina mehnatini katta qilib ko'rsatib berdi. Sun'iy intellektdan foydalanib, mana shu hatto biz kecha ko'rgan jarayonlarni tugatib keldik, oradan yarim soat, 1 soat o'tdi. Xuddi axborotda chiqqanda ham butun qilgan ishlarimiz yo'q. Baraka toping, katta rahmat sizga. Mana shuni men o'ylayman, hamma tuman shaharga joriy qilish kerak bo'ladi. Respublikada ham bu masala bo'yicha respublika komissiya raisiman. Hamma viloyatlarga xudo xolasa men bu narsani aytaman.
sun'iy intellektdan foydalanish bugungi kunda eng katta bir masala bo'ladi. Sun'iy intellektdan foydalanib, ayrim siz savolingizga javob topolmayotgan masalalarni o'sha yerda topsangiz bo'ladi. Bundan foydalanishga yo'l qo'yishingiz kerak. Mana uka ishlaringizni davom ettiring. Sizga rahmat. Juda ham yaxshi tashkil qilgansiz. Endi sun'iy intellektdan foydalanib, har bitta deputatning kerak bo'lsa papkasini yaratishga harakat qiling. Har bittasining o'zining sayti bo'lsin, o'zining Telegram kanali bo'lsin. O'zining Telegram kanalida deputatning oldida qo'yilgan vazifalarni qanday bajarayotganligini sun'iy intellekt orqali ko'rsatib berib tursin. Mana ayrim deputatlarimizni maqtab sun'iy intellektni menga tashlab bergan saytlaringizda ko'rdim. Juda ham yaxshi qilindi. Juda ham yaxshi qilindi. Bu bitta deputatni ikkinchi deputatning oldida faoliyatini tajriba almashishga yaratayotgan sharoitga o'xshaydi. To'g'ri, ko'p ishlar qilyapti ayrim deputatlar. Lekin biz bilmaymiz-ku shuni nima qilayotganini. Ertalabdan kechgacha o'zining ishi bilan birgalikda deputatning faoliyatini amalga oshirib ko'p ishlar qilayotgan deputatlarimiz bor. Lekin uni hech yerda ko'rsata olmaymiz. Qog'ozga rasmini chiqarib keladi, kabinetga tikib ketadi, bo'ldi shu bilan yopiq. Ko'rsating, el ko'rsin buni. Deputatning faoliyati butun respublikamizda amalga oshirilgan ishlar boshqacha-ku. Bugungi deputat, bugungi mahalliy kengash deputati, xoh tuman bo'lsin, xoh shahar bo'lsin, xoh viloyat bo'lsin, oldingi sajdagi deputatlarga o'xshamaydi-ku. Hozir bilan faolligi juda ham kuchli-ku. Talabchanligi juda ham kuchli-ku. Nimadir qilsam deb harakat qiladi. Qilyapti ham shu narsani. Shu narsani sizlardan iltimos qilaman, komissiya raisi sifatida. Iltimos ko'rsatinglar. O'zlaringizning faoliyatingizda Telegram kanal ochib, unda o'zini ko'rsating. Jamshidbek, sizga rahmat, o'tiring, rahmat. Rahmat. Endi hurmatli qo'shma yig'ilishimiz ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, mas'ullar, bizni senatimiz a'zolari ham qatnashyapti, qo'mita senati. Farg'ona viloyatidan, marhamat. Siz bormi? Gap bormi sizda? Nurjon aka, assalomu alaykum. Samarqand yaxshi bo'ladi, ko'ra turibdilar. Nurjon aka, salomatmisiz? Nimaga yaxshi ishlamay qoldi? Uzr-ya. Salomat yaxshi. Unday bo'ladigan bo'lsa, mayli Zokirjon aka, uzr, aloqa yaxshi emas, shuning uchun bu texnik sabablar, biz to'g'ri tushunamiz. Albatta bu yig'ilishimizda o'zingizning fikringiz bor edi, fikrlaringizni aytish niyatida edingiz, lekin mingbar uzr, buni imkoniyatini qila olmadik. Texnik jihatdan shu munosabatimizda. Sayra Sapayevna, qo'mita raisi o'rinbosari ishtirok etyapsizmi? Samarqand viloyatida olib qo'yilgan qishloq xo'jaligi bo'yicha olib qo'yilgan ishlar bo'yicha juda yangiliklarni ham eshitib qoldik. Endi bir taklifim bor edi. Mana shu yerda mas'ul qahramonimizga savol bermoqchiman, lekin mana vaqt qisqaligi sababli nima qila olmadim. Shu mana shu yangiliklar bo'lyapti deyapsiz, mana sun'iy intellekt bo'yicha aytyapsiz. Mana shu qishloq xo'jaligiga ham ishlanmalarni joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha ham bir yangiliklar bo'lsa, biz ham shuni eshitib olsak yaxshi bo'lar edi. Iloji bo'lsa yozma ravishda yozib tashlagan ham bo'ladi. Yaxshi, tushunarli. Bu masalalarni albatta ilmiy tadqiqot institutlari bu kunda ishlanmalar haqida gapiryaptilar. Haqiqatan juda ham to'g'ri masala. Juda ham to'g'ri masala. Chunki mana hozir yerlar masalasi bo'yicha juda ko'p qarshilik fikrlar ham aytildi. Shu bo'yicha yaxshi bo'lar edi, keyingi ishlarda ham shu yangiliklardan foydalansangiz. Rahmat. Endi hurmatli ishlasizlar. Endi yig'ilishimizda qo'mitamiz raisi biz qo'shma majlisimizning qarorlarini ham asos sifatida qabul qilsak, tasdiqlab bersangiz xursand bo'lardim. Hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, mana shu bugun muhokama bo'lgan
kun tartibidagi masalalar bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ruxsat bersangiz, mana shu qaror loyihasini ovozga qo'ysam, qaror loyihasi tasdiqlangan tartibga qo'shilgan deputatlarimiz qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Mazkur qaror ijrosi bo'yicha hududiy kengash tomonidan tizimli nazorat o'rnatilib, navbatdagi muhokamalarda tahlil qilib boriladi. Yig'ilish davomida bildirilgan fikr mulohazalar, belgilangan vazifalar hududiy kengashning samarali faoliyatiga xizmat ko'rsatadi degan umiddaman. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, Senatning fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Bahrom Ismoilovich ham bugun bizni qo'shma yig'ilishimizda ishtirok etyaptilar. Hozir men so'z navbatini Bahrom Ismoilovich marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi yig'ilish ishtirokchilari, albatta men o'zimizni qo'mita doimiy komissiyamiz a'zolari deputatlarni bilan boshqa bir narsa mumkin. Aynan shu Samarqand viloyatidan biriktirilgan mas'ulman har oyda kelib, mana shu viloyatda kunatli ishlari loyihalarni ko'rib boramiz. Bu safar bu yilgi safarimiz aynan shu mana viloyatda viloyatda keldi va men mahalliy kengashlarni ko'rib turgan yerda mana aynan sohasida ishlar shu sohada ko'rishga to'g'ri keldi. Bizim kız albatta doğru Samarkand en bir namunalar vilayetlerden biri. YouTube'da izleyip lekin biz bilamiz, 190'lik kamchilik turadi. Endi men viloyatda kamchiliklar bor albatta. Ba'zi kamchiliklar mana shu qishloqlarda mana bu ko'chada sohada kamchiliklar endi hozir anvarlar bilan silliq qilib aytdi, lekin men o'zim endi bu içinden hava olan böyle gördüm ki yerlerden önümü kadar var. En yakın, Samarkand'da var. Önümde var. Doğru, su tankıslığı var. Su istemeye para yaptı, başkası tempo yaptı. En yakın bıraktım. Neyse en fikir edip bıraktım. Çünkü bu kere en kepte bulamamız. Ağzımızın ağzı olur, haksızlığı meselesi, en davzat meselesi olur. Var ya en kündüz şu meselesi var. Şimdi aynen şu sahada bana hazır ayıklıklara yaşır. Alım bir yetmişte şey yani bir fermer mi? Her bir tümendeki şu güzel yapmalarını bir ben gördük doğru fermerler bu işte tutukken bu işte bir alımdan bir tutukken getirdim. Aynen şu ayıklıkların veteriner enstitüsü Özbekistan'ın yegane enstitüsü o kadar Samarkand'da var. Kette bir teşhis enstitüsü Samarkand'da var. Şurada alımlarla birikip hatta şu sahada gerçekten su yok, başka olsa da öğreniriz. Şu sahalar, şu ilişkiler, şu mağazalar bertaraflıdır. Bertaraf o sahaları, çarları görüşümüzü. Şimdi bu yüzüyelik televizyondan bahseden bana aynen her daim her senatlı yargımayısı yokken, yeni yargımayısılar bulurken muhakemelerden de kanunlar kabul kılın. Yani şu anda kalkayıp geliş masada gelemez, mahallelerde olamaz, mahalle gençlerini görür, akalardan uçuşup, süpatlaşıp takipte işte paramız bu gelen şimdi burada da kim bana şey gelmiyor telefonlarda orada diye kapılarda bu hani alımlar dedi mahalle gençlik faydalan söyledim bana şimdi keyince 11. yakın mecliste 15'te mesela çıktı şundan 14'te kanun kabul oldu bitti bir ayda bitti yakın mecliste 14'te kanun kabul oldu bu kanun bana hem mesela menajör halkın menfaat için hizmet kılışı gerek olan yani kanundan kabul kılıçtan gördüğüm komiteler bu güzel bir her bir komite tamamen tercihler işte bölgenleri muhakeme tutmalı. Şimdi menajörde daimi komisya azal deputatlarımız var. İstenen bir deputat olmamalı. Deputatlar bu her bir kanunda arkadaşlar bütün halka arkamızda bunlar idiler. Biz tabi yapılır. Halk tabi yapılır. Çünkü her bir kanunun en de muhabbetine yapılardan dikkat edin. Aytıklı diye burada menajör devlet içtimai hizmetleri to'g'risidagi qonunni oldimizda komitemizdan mana shu qabalar va deputatlar juda qattiq ishladik. Oldi qaytargan shu qonunni qaytardik. Qonunda qonun bo'lgandan keyin hurmatli prezident bilan tarafdorlar shuni qonun ishlashga kirishdi. Ikkinchidan xalq tushunib berishdi.
Kanun keldi, kanunda tushunmovchi joylari, hatto senatlar tushunmayapti. Herkes muhokama qilyapti. Xalq qanday tushunadi? Qaysidir mana qonun asosiy hujjatlardan qoldirilgan. Nima uchun qonun asosiy hujjati bo'lsa, nima uchun bevosita shu masala qonunda eksilmasi kerak? Juda katta muhokama bo'ldi. Qo'mitamiz tomonidan shu narsani qaytarildi. Mana endi bu yerda ustozimiz bugun qatnashgan olishda biz bilan juda ko'p ishlaymiz. Qattiq turadilar. Mana shu qonun qaytarib, mana shu qonun qayta ishlanib va qabul qilindi. Hozir mana yerlardan ishlatma, aynan shu dala chegaralardan ekinlardan foydalanish qonun bilan aks ettiriladi. Shu yerdan foydalanish, mana shu qonun qabul qilindi bu yerda. Mana shu yo'q, eng dolzarb muhim qonunlardan 14 ta qonun qabul qilindi. Mana shu qabul qilingan qonunlardan bu deputatlar biz sizda eng oldingi safda turgan qahramonimiz ataldi. Oddiy xalqqa bu narsalarni davlat tomonidan o'tkazilgan ishlarni, mana shu qonunlarning mazmuni mohiyatini biz xalqqa yetkazib borishimiz kerak. Xalq bexalq bo'lsa, davlatni xalq uchun, davlat prezidentimizni xalq uchun qaytargan, xalq uchun olgan ishlarni birgalikda shunday yetkazishimiz kerak. Mana shu qonunlarning 14 ta qonundan beri vaqtimizdan bo'ldi, taraf charchaganimizda ishda boshlangan majlis hepsi vaqtimizdan vaqt emas, men o'zimdan ma'zuriyatdan ketish vaqtimizga to'lashib qoldi. Mana shu qonunlar har bir qonunda mahalliy kengash deputatlari, doim komissiya raislari, senat majlislarining ishtirok qiladilar. Ko'rib olib, bir tushunib olib, yana sizlar ham albatta birgalikda xalqqa yetkazsangizlar bu foydadan qoladi. Mana shu o'qiganishlar. O'zbekistonimizda navbatdagi kunda Samarqand endi bu butun respublikaga namuna bo'lishi kerak. Chunki yurtlar qanchalar butun dunyo e'tirof qilyapti. Men bugun azizlashdim, men butun okeanni mana shu Saydakonga butun okeanni orti ham butun dunyoni olyapti. Hatto Amerika davlatining prezidenti O'zbekiston prezidentidan suhbatlashib, men uchun sharaf tayinli nima aytib turibdi shunday bir fikrlarni. Endi shunday bo'lib turganda mana shu butun dunyo rahbarlari, dunyo butun ko'zga ko'ringan insonlar Samarqandda tashrif qilgan davrda Samarqandda bu bazılarına nima deydi? Endi Buxoro viloyatida qattiq gaplar uchun bunday kamchiliklar bo'lmasin, gerçekten inshaalloh kerak. Hammangizga ishingizda muvaffaqiyat, sizlar salomatligingizni doim kelib turib, xudo xolosa yaxshilab ishlashlar shu hurmatli prezidentimizni xalq uchun kuyunib alqotning ishlarini qamqo'rligini butun xalqimizga yetkazib, xalqimiz uchun qiladi. Chunki buni dunyo e'tirof qiladi. Ayniqsa yoshlar e'tirofidan e'tiborlari prezidentimiz, ayollarga yaratilgan sharoitlar qaratilgan e'tiborlari buni dunyo e'tirof qiladi. Butun dunyoda yaqinda Shveysariyada bo'lib o'tgan butun dunyo parlamentlarining yig'ilishida katta shu parlamentlar kengashining raisi men buni aytib o'tdim sizlarga. O'zbekistonda yoshlar siyosati bo'yicha prezidentning ishlari, ayollar masalasi bo'yicha prezidentning ishlari, yoshlarning ijod joylashtirib bandlik bo'yicha aloqador ishlarni ochilishda kirish so'zida bizning prezidentimizning rasmlaridan chiqib O'zbekiston prezidentining shunday ishni oqibatda e'tirof etishi endi biza shu zavodda shunday xursand bo'lib o'tirdik. 150 davlatning parlament raislari senatlar qatnashtirgan katta yig'ilishda birinchi kirish so'zida arkadaşlar O'zbekistonni butun dunyo e'tirof qilgan davrda endi bizlar ham yana duolar shavlat beramiz. Salomatulloh, mana savollar bormi? Rahmat Ismoilovich. Hurmatli bugungi qo'shma yig'ilish ishtirokchilari, hurmatli senatorlar, deputatlar, ishchi guruh a'zolari, sizlarga kengashimiz deputatlari nomidan hammalaringizga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta do'st achchiq gapiradi deydi. Mana bugun bizlarga soha rahbarlari bilan ishtirok etishyapti. Ularga bildirilgan tanqidiy fikrlardan chuqur xulosa qilishadi. Albatta biz ham mana qabul qilingan qarorni har bitta bandi bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqamiz va ular ijrosini ta'minlaymiz va kelgusida mana shunday kamchiliklarga yo'l qo'yilmasligi uchun hammamiz bir bo'lib, bir ish bo'lib harakat qilamiz degan
fikrlarimiz hammalarga bugungi mana shu yig'ilishda ishtirok etganlarga minnatdorchilik bildiraman. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi hamda xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashi qo'shma yig'ilishini yopiq deb e'lon qildi. Rahmat.